Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimiz obunachilari va barcha qadrli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan shunday muhim mavzu haqida gaplashamizki, bu har birimizga, ya'ni deyarli butun aholiga bevosita ta'sir qiladi. Hozirgi zamonda internet savdo-sotiqning ajralmas qismiga aylanganini hammamiz bilamiz. Biz onlayn do'konlardan kiyim-kechak, elektronika, oziq-ovqat va hatto maishiy xizmatlarni ham sotib olamiz. Ammo bu savdo-sotiq jarayonida yuzga keladigan muammolar, noto'g'ri yetkazilgan tovarlar, buzilgan mahsulotlar, pulni qaytarib olishdagi qiyinchiliklar, yolg'on reklam bilan qanchalik ko'p duch kelganimizni tasavvur qila olasizmi? Bu savollar har bir xaridorni qiynab kelayotgan edi. Aynan mana shu savollarga javob beradigan, sizning huquqlaringizni mustahkamlaydigan yangi qonun kuchga kirdi. Bu shunchaki bir qonun emas. Bu onlayn xaridlar olamidagi haqiqiy inqilobdir. Ushbu qonun har bir onlayn xaridorning manfaatini himoya qilishga qaratilgan bo'lib, sizga aniq huquqlar va imkoniyatlar beradi. Bu ma'lumotni bilmaslik sizning pulingizga, asabingizga va hatto salomatligingizga ziyon yetkazishi mumkin. Shuning uchun bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Agar hali kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'ling va videoga like bosishni unutmang. Bu video imkon qadar ko'proq odamlarga yetib borishi uchun juda muhimdir. Muammoning mohiyati avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Avvallari onlayn savdo-sotiq sohasida huquqiy tartibga solish yetarlicha rivojlanmagan edi. Ko'pgina hollarda biz iste'molchilar o'zimizni himoyasiz his qilardik. Masalan, biror onlayn do'kondan smartfon buyurtma qildingiz, mahsulot yetib keldi, ammo nuqsonli bo'lib chiqdi yoki umuman boshqa modeldagi telefonni jo'natishdi. Bunday vaziyatlarda sotuvchi ko'pincha qaytarib olish siyosatimizda ko'rsatilgan. Bunga biz javobgar emasmiz kabi bahonalar bilan murojaatlarni rad etish mumkin edi. Yoki tovarning tavsifi saytda bir xil bo'lib, amalda boshqacha bo'lardi. Pulni qaytarib olish jarayoni uzoq va murakkab bo'lib, ba'zida umuman imkonsizga aylanardi. Sotuvchining aloqa ma'lumotlarini topish qiyin bo'lardi. Shikoyatlarni qabul qiladigan aniq bir mexanizm yo'q edi. Oqibatda xaridor o'z pulidan, vaqtidan va asabidan ayrilib, ko'pincha yuzaga kelgan vaziyat bilan murosaga kelishga majbur bo'lardi. Bu esa onlayn savdoga bo'lgan ishonchini pasaytirardi va ko'plab insonlarni internet orqali xarid qilishdan tortinishga undardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Kuchga kirgan onlayn savdoda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonun deb nomlanuvchi yangi qonun aynan mana shu muammolarni bartaraf etishga qaratilgan. Ushbu qonun iste'molchilarga qator yangi huquq va himoya mexanizmlarini taqdim etadi. Onlayn sotuvchilar uchun esa aniq majburiyatlar yuklaydi. Endi onlayn savdo shaffof, adolatli va ishonchli bo'lishi shart. Bu qonun eng avvalo sizning manfaatlaringizni himoya qilishga, sizning onlayn xaridlaringizni xavfsiz va kafolatli qilishga qaratilgan. Sotuvchilar endi o'z majburiyatlaridan bo'yin tovlay olmaydilar. Chunki bu qonun ularning faoliyatini qat'iy tartibga soladi va qoidabuzarliklar uchun aniq javobgarlikni belgilaydi. Bu orqali onlayn savdo-sotiqda ishonch muhiti shakllanadi va har bir xaridor o'zini himoyalangan his qiladi. Birinchi asosiy qism: nimani bilishingiz kerak, kim tashvishlanishi kerak va kim tashvishlanmasligi kerak. Bu yangi qonun har bir onlayn xaridor uchun haqiqiy najotdir. Keling, uning asosiy jihatlarini batafsil ko'rib chiqaylik. Qaytarib olish va almashtirish muddatlarining uzaytirilishi. Avvallari onlayn xaridlarni qaytarish yoki almashtirish uchun odatda 1-4 kunlik muddat belgilanar edi. Ammo bu ham sotuvchining ixtiyoriga bog'liq edi. Yangi qonunga ko'ra, onlayn xaridorlar endi tovar qabul qilingan kundan boshlab, agar mahsulotining sifati yoki tavsifi bilan bog'liq muammo bo'lmasa ham, hech qanday sabab ko'rsatmasdan uni qaytarish yoki almashtirish uchun kamida 30 kunlik muddatga ega bo'ladilar. Bu juda muhim o'zgarish. Misol uchun, siz onlayn do'kondan yangi krossovkalar buyurtma qildingiz. Ular yetib keldi. Kiyib ko'rdingiz, ammo rangini yoki o'zingizga qanday turganini yoqtirmadingiz yoki raqami to'g'ri kelmadi. Avvallari ba'zi sotuvchilar bunday sabablarni qabul qilmasligi mumkin edi. Endi esa siz 30 kun ichida hatto krossovkalar joyida va ulardan foydalanilmagan bo'lsa, ularni qaytarishingiz yoki boshqasiga almashtirishingiz mumkin. Sotuvchi sizdan sabab so'rashga haqli emas, faqat mahsulotning asl holatda bo'lishini talab qilishi mumkin. Yana bir misol. Siz onlayn do'kondan yangi televizor sotib oldingiz. Uni o'rnatish uchun mutaxassislar bir haftadan keyin kelishdi va televizorning ovozi to'liq chiqmayotganini aniqlashdi. Avvallari bu
o'rindiq kunlik muddat bahonasiga duch kelishingiz mumkin edi. Endi esa sizda muammoni hal qilish uchun ko'proq vaqt bor. Qonun sizga o'z qaroringizni o'ylab olish va tovarning mosligini tekshirish uchun yetarlicha vaqt beradi. 2. Sotuvchilar uchun aniq ma'lumot berish majburiyati. Yangi qonun sotuvchilardan o'z veb-saytlarida va mobil ilovalarida mahsulot yoki xizmat haqida to'liq va aniq ma'lumot berishni talab qiladi. Bu quyidagilarni o'z ichiga oladi. Sotuvchining to'liq nomi, yuridik manzili va aloqa ma'lumotlari, telefon raqami, elektron pochta, tovar yoki xizmatning to'liq tavsifi, xususiyatlari, ishlab chiqaruvchisi va kafolat muddati, narxi, jumladan barcha soliqlar va yig'imlar, shuningdek yetkazib berish xarajatlari, to'lov usullari va muddati, tovarni yetkazib berish shartlari va muddatlari, tovarni qaytarish yoki almashtirish siyosati, shu jumladan muddatlari va tartibi, shaxsiy ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash siyosati. Misol uchun, siz onlayn do'kondan zamonaviy deb ta'riflangan notebook sotib oldingiz. Ammo saytda uning RAM hajmi, protsessor modeli yoki video kartasi haqida aniq ma'lumotlar yo'q edi. Yangi qonunga ko'ra bu qoidabuzarlik hisoblanadi. Sotuvchi endi har bir mahsulot haqida barcha texnik xususiyatlarni, misol uchun Apple MacBook Air M2 chip, tek chip, giga RAM, 2.6 giga SSD kabi aniq ma'lumotlarni, shuningdek to'liq narxini yetkazib berish shartlarini ochiq-oydin ko'rsatish shart. Agar ma'lumot to'liq bo'lmasa va siz buni isbotlay olsangiz, siz xaridni bekor qilishga va pulingizni qaytarib olishga haqlisiz. Bu shaffoflik onlayn savdo-sotiqda ishonchni oshirishga yordam beradi. O'tin yetkazib berish uchun sotuvchining javobgarligi. Bu juda muhim jihat. Endi tovar sizning qo'lingizga yetib borguncha to'liq javobgarlik sotuvchi zimmasida bo'ladi. Agar mahsulot yetkazib berish jarayonida yo'qolsa, shikastlansa yoki buzilsa, bu sotuvchining muammosi hisoblanadi, xaridorning emas. Sotuvchi sizga yangi mahsulotni yuborishi yoki pulingizni to'liq qaytarib berishi shart. Misol uchun, siz onlayn do'kondan qimmatbaho choy to'plami buyurtma qildingiz. Kuryer uni yetkazib berayotganda tasodifan paketni tushirib yubordi va to'plam parchalanib ketdi. Avvallari siz kuryerlik xizmati bilan tortishishga yoki sotuvchidan rad javobini olishga majbur bo'lishingiz mumkin edi. Endi esa sotuvchi sizga yangi choy to'plamini yuborishi yoki to'lovni to'liq qaytarishi shart. Sizning aybingiz bo'lmagani uchun sizning yo'qotishingiz sotuvchining javobgarligida bo'ladi. Agar yetkazib berish sifati past bo'lsa yoki belgilangan muddatdan uzoq kechiktirilsa, siz bu holatni qayd etishingiz va sotuvchidan zararni qoplashni talab qilishingiz mumkin. 4. Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish. Yangi qonun onlayn sotuvchilardan sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni, ismi sharifi, manzili, telefon raqami, elektron pochta to'plash, saqlash va ulardan foydalanish bo'yicha qat'iy qoidalarga rioya qilishni talab qiladi. Endi sotuvchi sizning aniq roziligingizsiz ma'lumotlaringizni uchinchi shaxslarga o'tkaza olmaydi yoki ulardan reklama maqsadlarida foydalana olmaydi. Sizning roziligingiz har bir harakat uchun aniq va yozma shaklda bo'lishi shart. Misol uchun, siz bir marta onlayn do'konda xarid qildingiz va keyin sizga doimiy ravishda reklamalar yuborilmoqda, garchi siz obunani bekor qilgan bo'lsangiz ham. Yangi qonunga ko'ra sizning ma'lumotlaringizdan bunday ruxsatsiz foydalanish taqiqlanadi. Har qanday reklama xabari uchun sizning oldindan bergan aniq roziligingiz bo'lishi shart. Siz endi o'z ma'lumotlaringizni kimga va qaysi maqsadlarda berishingizni nazorat qila olasiz. Agar sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz himoya qoidalariga zid ravishda foydalanilgan bo'lsa, siz bunga qarshi chiqishga va hatto zararni undirishga haqlisiz. 5. Nizolarni hal qilish mexanizmlari. Qonun iste'molchilar va sotuvchilar o'rtasidagi nizolarni tez va samarali hal qilish uchun yangi mexanizmlarni joriy etadi. Bularga maxsus iste'molchilar huquqlarini himoya qilish markazlari yoki onlayn platformalar kirishi mumkin. Bu platformalar orqali shikoyatlarni rasmiy ravishda yuborish, dalillarni taqdim etish va nizoni sudga o'tkazmasdan hal qilish imkoniyati yaratiladi. Bu jarayon avvalgidan ancha soddalashtirilgan va shaffof bo'ladi. Misol uchun, sizning smartfoningiz nuqsonli bo'lib chiqdi, lekin sotuvchi uni almashtirish yoki pulni qaytarishdan bosh tortmoqda. Siz endi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligiga onlayn ariza bilan murojaat qilishingiz mumkin. Bu agentlik sotuvchi bilan bog'lanib, vaziyatni o'rganib chiqadi va qonun doirasida sizning foydangizga qaror qabul qiladi. Bu sizga sudga murojaat qilishdek og'ir va qimmat jarayondan qochish imkonini beradi.
Kim tashvishlanishi kerak? Asosan bu qonun onlayn savdo bilan shug'ullanuvchi. Ayniqsa kichik va o'rta biznes vakillarini tashvishga solishi mumkin. Agar sizning biznesingiz avvalgi qoidalarga, ya'ni xaridorlar huquqlariga e'tiborsiz yondashgan bo'lsa, endi siz juda qattiq talablarga duch kelasiz. Sizning veb saytingizdagi ma'lumotlarni to'liq yangilash, qaytarib olish siyosatingizni qonunga moslashtirish, shuningdek yetkazib berish va ma'lumotlar himoyasi bo'yicha protseduralaringizni qayta ko'rib chiqish talab etiladi. Qonun talablarini bajarmaslik katta jarimalar va hatto faoliyatingizning vaqtinchalik to'xtatilishiga olib kelishi mumkin. Har bir sotuvchi o'z faoliyatini yangi qonun talablariga moslashtirishi shart. Bu shu bilan birga halol va vijdonli sotuvchilar uchun ham adolatli raqobat muhitini yaratadi. Kim tashlanmasligi kerak? Iste'molchilar, ya'ni onlayn xaridlar qiluvchilar bu qonundan umuman tashlanmasliklari kerak, aksincha xursand bo'lishlari kerak. Bu qonun sizning huquqlaringizni mustahkamlaydi va sizni ancha xavfsiz holatga keltiradi. Shuningdek, o'z faoliyatida yuqori standartlarga rioya qilgan mijozlarga xizmat ko'rsatishda halollik va shaffoflikni ustuvor bilgan yirik onlayn do'konlar va platformalar ham tashvishlanmasliklari kerak. Chunki ular allaqachon ko'plab qoidalarga amal qilib kelishgan va yangi qonun ular uchun katta o'zgarish bo'lmaydi. Faqat mavjud standartlarni rasmiylashtiradi. Ikkinchi asosiy qism qoidalarga istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar har qanday qonunda bo'lgani kabi bu yangi qonunda ham o'ziga xos istisnolar, e'tibor berish kerak bo'lgan tuzoqlar va ba'zi noaniq nuanslar mavjud. Ularni bilish sizni yoqimsiz vaziyatlardan asraydi va huquqlaringizdan to'g'ri foydalanishga yordam beradi. Qoidalarga istisnolar. Ba'zi tovarlar va xizmatlar yangi qonunda belgilangan qaytarish yoki almashtirish qoidalaridan istisno qilingan. Bu mantiqan to'g'ri, chunki hamma narsani qaytarish imkoni bo'lmaydi. Tez ayniydigan mahsulotlar, oziq-ovqat, gullar, tez buziladigan kosmetika kabi mahsulotlarni agar ularning sifati buzilmagan bo'lsa, qaytarish imkoni cheklangan yoki umuman yo'q. Misol uchun, siz onlayn oziq-ovqat do'konidan sut mahsulotlarini buyurtma qildingiz. Agar ular sifatsiz yetkazilgan bo'lsa, albatta qaytarishingiz mumkin. Ammo agar siz shunchaki o'z fikringizdan qaytgan bo'lsangiz, ularni qaytarishingiz mumkin emas. Shaxsiylashtirilgan yoki buyurtma asosida tayyorlangan tovarlar, sizning shaxsiy talablaringiz bo'yicha tayyorlangan mahsulotlar, masalan, ism yozilgan zargarlik buyumlari, maxsus o'lchovda tikilgan kiyimlar qaytarib olinmaydi. Misol uchun, siz o'zingizning dizayningiz bo'yicha futbolka buyurtma qildingiz. Agar dizaynda xato bo'lmasa, uni qaytara olmaysiz. Gigiyena mahsulotlari, ba'zi gigiyena mahsulotlari, masalan, ichki kiyim tish cho'tkalari, agar ularning o'ram buzilgan bo'lsa, qaytarilmaydi. Bu sog'liq va gigiyena talablari bilan bog'liq. Raqamli kontent, yuklab olingan dasturiy ta'minot, elektron kitoblar, musiqalar, filmlar kabi raqamli kontent, agar siz uni yuklab olgan yoki unga kirish huquqini olgan bo'lsangiz, qaytarilmaydi. Ammo agar kontent nuqsonli bo'lsa, masalan, fayl buzilgan bo'lsa, unda sizning huquqlaringiz saqlanib qoladi. To'liq ko'rsatilgan xizmatlar, agar siz biron bir xizmatni, masalan, onlayn kurs, webinar, tadbir chiptasi sotib olgan bo'lsangiz va u to'liq ko'rsatilgan bo'lsa, uni qaytarish imkoni bo'lmaydi. Misol uchun, siz konsert chiptasini sotib oldingiz va konsert bo'lib o'tdi, ammo siz bormadingiz. Bu holda chipta pulini qaytarib ola olmaysiz. 2. Tuzoqlar va xavotirlar. Tushkunlikdan foydalanish, ko'pgina iste'molchilar yangi qonun haqida yetarlicha ma'lumotga ega bo'lmasligi mumkin. Ba'zi sotuvchilar, ayniqsa kichik va vijdonan unchalik halol bo'lmaganlari, bundan foydalanib iste'molchining huquqlarini inkor etishga urinishi mumkin. Shuning uchun o'zingizning huquqlaringizni bilish va ularni talab qilish juda muhimdir. Kulrang bozor sotuvchilari ijtimoiy tarmoqlardagi yoki xususiy e'lonlar platformalaridagi ro'yxatdan o'tmagan shaxsiy shaxslar tomonidan amalga oshiriladigan savdo-sotiqlar yangi qonun ostida to'liq himoyalanmasligi mumkin. Bu qonun asosan rasmiy ro'yxatdan o'tgan yuridik shaxslar va tadbirkorlik subyektlariga qaratilgan. Agar siz ro'yxatdan o'tmagan shaxsdan mahsulot sotib olsangiz, muammo yuzaga kelgan taqdirda huquqlaringizni himoya qilish ancha murakkab bo'lishi mumkin. Har doim tekshirilgan va ishonchli do'konlardan xarid qilishga harakat qiling. Xalqaro xaridlar. Yangi qonun asosan mahalliy hududda faoliyat yurituvchi onlayn do'konlarga nisbatan qo'llaniladi. Agar siz boshqa davlatda joylashgan veb-saytdan xarid qilsangiz, siz o'sha davlatning qonunlariga bo'ysunasiz va
Bizning yangi qonunimiz sizning huquqlaringizni to'liq himoya qila olmasligi mumkin. Misol uchun, siz Xitoyning yirik onlayn platformasidan xarid qilsangiz, siz ularning shartlariga va Xitoy qonunlariga bo'ysunasiz. Xaridni tasdiqlovchi hujjatlar. Hatto yangi qonun kuchga kirgan bo'lsa ham, har doim xarid chekini, to'lov kvitansiyasini, buyurtma raqamini va sotuvchi bilan bo'lgan barcha yozishmalarni elektron pochta, chat xabarlari saqlab qo'yish juda muhimdir. Bu hujjatlar muammoli vaziyatlarda sizning asosiy dalilingiz bo'lib xizmat qiladi. 3. Noaniq nuanslar. Masofaviy shartnoma ta'rifi. Qonunda masofaviy shartnoma tushunchasi aniq belgilangan bo'lishiga qaramay, amalda ba'zi vaziyatlarda uning doirasi noaniq bo'lishi mumkin. Masalan, internetda reklama qilingan mahsulotni telefon orqali buyurtma qilish masofaviy shartnoma hisoblanadimi? Odatda ha, chunki siz mahsulotni ko'rmasdan turib xarid qilasiz. Ammo bu har bir holatda individual ravishda ko'rib chiqilishi kerak. Aybdorlik dalili: ba'zi hollarda agar mahsulotda nuqson aniqlansa, sotuvchi mahsulotni jo'natish paytida u nuqsonli bo'lmaganini isbotlashga majbur bo'lishi mumkin. Bu aybdorlikni isbotlash yuki deb ataladi va ko'pincha iste'molchi uchun foydali bo'ladi. Ammo bu ham har doim ham o'z-o'zidan sodir bo'lmaydi. Ba'zida iste'molchi o'zi ham dalillarni taqdim etishi lozim. Ta'mirlash, almashtirish ustunligi. Ba'zi vaziyatlarda sotuvchi mahsulotni to'liq qaytarib olish yoki pulni qaytarishdan oldin uni ta'mirlashni yoki almashtirishni taklif qilish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Bu iste'molchining xohishiga qarab qabul qilinishi yoki rad etilishi mumkin. Biroq agar ta'mirlash uzoq vaqt talab qilsa yoki mahsulot qayta buzilsa, siz pulni qaytarib olishni talab qilishingiz mumkin. Nazarda tutilgan kafolatlar. Hatto mahsulot uchun alohida kafolat muddati ko'rsatilmagan bo'lsa ham, u ma'lum bir sifat standartlariga javob berishi kerak. Bu nazarda tutilgan kafolatlar deb ataladi. Agar mahsulot bu standartlarga javob bermasa, sizning huquqlaringiz himoya qilinadi. Ushbu istisno va noaniq nuanslarni bilish sizga yangi qonun doirasida o'z huquqlaringizni to'g'ri baholashga va samarali himoya qilishga yordam beradi. Har bir vaziyat o'ziga xos bo'lishi mumkin. Shuning uchun diqqatli bo'lish va kerak bo'lsa mutaxassislardan maslahat olish muhimdir. Amaliy maslahatlar: tomoshabin nima qilish kerak? Endi esa bu muhim ma'lumotlarni amalda qanday qo'llashimiz haqida gaplashamiz. Quyida sizning huquqlaringizni himoya qilish uchun qadam-qadam ko'rsatmalar berilgan. 1. Xarid qilishdan oldin sotuvchining ma'lumotlarini tekshiring. Har doim onlayn do'konning biz haqimizda aloqa yoki qoidalar va shartlar sahifalarini tekshiring. Sotuvchining to'liq yuridik nomi, manzili, telefon raqami va elektron pochta manzili aniq ko'rsatilganligiga ishonch hosil qiling. Agar bu ma'lumotlar mavjud bo'lmasa yoki shubhali bo'lsa, bunday do'kondan xarid qilishdan saqlaning. Qaytarish va almashish siyosatini o'qing. Yangi qonun bilan bog'liq holda sotuvchi o'zining qaytarish siyosatini yangilagan bo'lishi kerak. Siz xarid qilmoqchi bo'lgan mahsulotning qaytarish shartlari, muddatlari va tartibi bilan tanishib chiqing. Ayniqsa, yuqorida aytib o'tilgan istisno tovarlarga e'tibor bering. Sharhlarni o'qing, ammo tanqidiy yondashing. Boshqa xaridorlarning sharhlarini o'qish foydali, ammo faqat ijobiy sharhlarga ishonmang. Ba'zida sharhlar soxta bo'lishi mumkin. Turli platformalardagi sharhlarni solishtiring. Shaxsiy ma'lumotlar siyosati bilan tanishing. Sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz qanday to'planishi, saqlanishi va foydalanilishi haqidagi siyosatni o'qing. Agar sizga biron bir narsa ma'qul kelmasa, xaridni rad etishga haqlisiz. Sizdan so'ralgan ma'lumotlar xaridni amalga oshirish uchun haqiqatan ham zarurmi deb o'ylang. Okey, xarid paytida va undan keyin ekran rasmlarini oling. Mahsulot tavsifi, narxi, yetkazib berish shartlari va sotuvchi ma'lumotlarining ekran rasmlarini saqlab qo'ying. Bu keyinchalik yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nizolarda sizning asosiy dalillaringiz bo'lishi mumkin. Barcha yozishmalarni saqlang. Buyurtma tasdiqlari, elektron pochta xabarlari, chat yozishmalari va to'lov kvitansiyalarini saqlab qo'ying. Ularni alohida papkada saqlashingiz yoki elektron pochta qutingizda belgilashingiz mumkin. Mahsulotni tekshiring. Mahsulot yetib kelgach imkon qadar tezroq uni tekshiring. Nuqsonlar, shikastlanishlar yoki to'liq bo'lmagan to'plam bor yo'qligini ko'ring. Agar kuryer huzurida ochish imkoni bo'lsa, shu joyning o'zida tekshiring. Agar muammo yuzaga kelsa, birinchi qadam sotuvchi bilan bog'lanish. Muammoni aniq bayon qiling. Sotuvchiga yozma ravishda, elektron pochta orqali murojaat qiling.
Xatingizda muammoni, masalan, men modeldagi mahsulotni sotib oldim. Ammo u nuqsonli yo'qki men. Mahsulotni qaytarishni xohlayman. Chunki u menga yoqmadi kabi aniq bayon qiling. Yangi qonunga murojaat qiling. Murojaatingizda yangi onlayn savdoda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunga murojaat qilishdan tortinmang. Bu sotuvchiga sizning o'z huquqlaringizdan xabardor ekanligingizni ko'rsatadi. Yechimni talab qiling. Pulni qaytarish, tovarni almashtirish yoki ta'mirlashni aniq talab qiling. Muddati belgilang. Sotuvchiga javob berish yoki muammoni hal qilish uchun o'rtacha muddat bering. Masalan, 7 ish kuni. Barcha dalillarni ilova qiling. Xarid cheki, mahsulot rasmlari, videolari, buyurtma tasdiqlari kabi barcha dalillarni xatingizga ilova qiling. Ikkinchi qadam, agar yechim topilmasa, barcha dalillarni yig'ing. Sotuvchi bilan bo'lgan barcha yozishmalar, avvalgi xabarlar, xarid cheklari, mahsulotning nuqsonli ekanligini tasdiqlovchi rasmlar yoki videolar kabi barcha dalillarni tizimli ravishda tartibga soling. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligiga murojaat qiling. Sizning mamlakatingizda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanadigan rasmiy davlat organiga murojaat qiling. O'zbekiston misolida bu iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi hisoblanadi. Siz agentlikning rasmiy veb-sayti orqali onlayn ariza yuborishingiz mumkin. Ko'pincha bu saytlarda maxsus shikoyat yuborish bo'limi mavjud bo'ladi. Arizani qanday to'ldirish kerak? Arizada muammoni qisqa va aniq bayon qiling. Sotuvchining ma'lumotlarini, do'kon nomi, yuridik shaxs, xarid sanasini, muammoni keltirib chiqaradigan sabablarni, sotuvchi bilan qilingan harakatlaringizni va siz istayotgan yechimni, masalan, pulni qaytarish ko'rsating. Yuqorida yig'gan barcha dalillarni arizaga ilova qiling. Agentlikning ish tartibiga ko'ra ular sizning arizangizni ko'rib chiqadilar. Sotuvchidan izoh talab qiladilar va qonun doirasida choralar ko'radilar. Uchinchi qadam, sudga murojaat qilish. Agar agentlik orqali ham ijobiy natijaga erishilmasa, oxirgi chora sifatida sudga murojaat qilish imkoniyatini ko'rib chiqing. Bu murakkabroq jarayon bo'lib, huquqshunos maslahat talab qilinishi mumkin. Biroq ko'pchilik holatlarda agentlikning aralashuvi bilan muammolar hal qilinadi. Xulosa va yakuniy chorlov, aziz do'stlar, bugun biz onlayn savdoda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunning asosiy jihatlarini atroflicha ko'rib chiqdik. Bu qonun onlayn xaridlar olamida haqiqiy o'zgarishlarni olib keladi va sizni, aziz iste'molchilarni ancha kuchli va himoyalangan qiladi. Endi siz nafaqat xarid qilish erkinligiga egasiz, balki o'zingizni kutilmagan muammolardan himoya qilish uchun aniq huquqlarga va samarali mexanizmlarga ham egasiz. O'z huquqlaringizni bilish va ulardan to'g'ri foydalanish onlayn savdo dunyosida ishonchli va xavfsiz harakat qilishning kalitidir. Bu nafaqat sizning pulingizni, balki asabingizni va vaqtingizni ham tejaydi. Bu qonun nafaqat iste'molchilarni himoya qiladi, balki onlayn bizneslarni ham mas'uliyatli va halol bo'lishga undaydi. Bu esa o'z navbatida butun onlayn savdo ekotizimining sifatini oshiradi va har bir kishi uchun yanada qulay va ishonchli muhit yaratadi. Umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun juda foydali bo'ldi. Bu yangi qonun haqida sizning fikringiz qanday? Onlayn xarid qilishda qanday muammolarga duch kelgansiz? Quyida izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Biz ularni o'qishdan mamnun bo'lamiz. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz har doim siz uchun dolzarb va foydali ma'lumotlarni ulashishda davom etamiz. O'zingizni ehtiyot qiling va onlayn xaridlaringiz har doim muvaffaqiyatli bo'lsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha